aslin tabiiy mahsulot. Buni ichgan odamni organizmi tozalanadi. Saqriga, oshqozonga, pochkaga, o'tga, jigarga eng yaxshi tabiiy dori bo'ladi bu. Buni ichinglar, ichsanglar tushni chiqazgan odamga rahmat deysizlar, baraka topsin deysizlar. Ilohim buni chiqazgan odamni qo'li dard ko'rmasin, umri uzoq bo'lsin, tani sog' bo'lsin, barakasini bersin. Ilohim martabalari bundan ham yuqori bo'lsin. Shu dorini ichinglar, chiqadigan odamga million marta rahmat deysiz.